O'rtoqlar sizlarga bitta yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Tayyormisizlar? Kimimni ko'ryapsizlarmi? Yes, hozir ko'rsataman, mana shoshmagin. Hozir futbolkamizni sizlarga to'liq ko'rsataman. Bu menga Ilhom akamdan sovg'a. Garchi jahon chempionati tugash arafasida bo'lsa ham, zato bir martaga O'zbekiston bu chempionatda qatnashganini ifodalovchi futbolka sifatida kiyib yuraman. To'g'risini aytsam, 3-4 kun oldin xo'jayinim bilan urushib qolgandim va 2-3 kundan beri gaplashmasdan yurgan edim, xafa bo'lib. Bugun menga sovg'a qildilar shuni. Orqasiga ham, oldiga ham takoy prikolniy belgilar bor. Voy, to'g'risini aytsam, telefonda ekranni yaxshi ko'rmayapman. Quyosh ko'zimga urganiga. Achkim bo'lsa ham, xullas, bolalar bilan assalomu alaykum qilinglar. Assalomu alaykum. Hi, that's me, Imona. Qayerga ketyapmiz? Yasmina. Basseyn ketyapmiz. Qizlar bilan hozir bolalar maza qilib cho'miladi va biz mazmunli vaqt o'tkazamiz, xudo xolisa. Qizlarim bilan metrodamiz. Mana men bir sariq sochli qiz hozir futbolkamdan O'zbekistonlik ekanligimni tanib qolib, oldin O'zbekistonda Toshkentda bo'lgani haqida gapirib berdi. Davlatingni juda ham yaxshi ko'raman dedi. Ustimdagi futbolkamdan meni tanidi. To есть O'zbekistonlik ekanligimni bildi. Rosa xursand bo'ldim. Mana qaranglar, metroda odamlar o'zini davlatini, futbolistlarini podдерживать qilib, mana Meksikani kiyimi ko'rasizlar? Ularning orasida men ham borman, который O'zbekistonning kiyimini. O'rtoqlar yopyapti basseynda. Hammani ketkizib, keyin biz ham ketyapmiz. Maza qildik ya. Bay bay qilinglar. Imona, Yasmina, bay bay qilinglar. Yasmina Imona qaramasdan ketdi. Politsiyachini o'zi kelib, hammani chiqazadi. Ko'ribsan? I'm giving you a sticker. Imona xo'y, keyin kiyadi deganman. Yasmina senga stiker berdi. Rahmat degin. I know you. Qilit? Bu o'zi bitta ekanmi? Ola qolsin. No, next time chiqib olasan. It's okay. Sushdan chiqdik har doimgidek. Bularga. Imona, nima edi qo'lingdagini oti? Men buni oti nima edi? Donald. Donald oldik. Bizda bugun yomg'irli, chiroyli havo. Oilaviy, xudo xolasa. Sushi yegani ketyapmiz. Hay qilinglar, salom. Assalomu alaykum. Maşallah. Yasmina. Imonaxon. Cho'yapmi qizim? Hi. Lily sizlarga salom beryapti, yap. Assalomu alaykum. Voy jonim, mashallah. My name is Lily. Yeah. This is my friend. Here. Oh yeah. Exit. Bismillah. I know this place. Okay, kızım. Hi. Yap. Okay, gelin ekanmiz-ku bu yerga. Bir kun keluvdik-ku.
Yasmin nima qilyapti? Oy, menyu qaryaptilarmi? Menu? I want a Nima? menu. Ular har doimgidek fresh fries yeydi. Qolgani keyin keladi menimcha. Men bilsa, bu ichi rosa krem ekan, lekin buni issiqmi? Da orasida kremi bor ekan. Hammaqa sous so'rab oldim, achchiqqina ekan, shunaqa zo'r sousi. Auch. Vashe mazza. Biz yegim keldi sushi. Qaysidan yesam ekan? Gap. Okey, kichkinarog'idan yey, odamlar qo'rqib ketmasin. No, Coke. Yeah, you have. More Coke. Bizga kompliment qilib ketayotganimizda mana bunaqa kokonat nima deylardi Ilhom aka? Kokosovый молоко olib keldi. Nima bilandir, короче, bir narsa qilingan. Qizlarim xohlamadi. 4 ta beryapti, yo'q kerak emas, 2 ta qoldirsang yetadi dedim. Bildim-da yo'masligimizni. Mana bu yashil choyi bor bularda. Matchali choy shunaqa mazali. Prям issig'ida vashe zo'r ketadi. Dadamiz ham ichyaptilar. It's hot. Yes, I Hot. know. It's been rainy day today. Imona bilan birga Dunkinga kirdik. Hozir pianino mashg'ulotidan chiqdik asalimda. Yangi o'qituvchi bilan yaxshi pianino chalgani uchun narsa olib bergani keldim. Olib kirdim, to'yist voy gaplarim ham chalkashib ketyapti. Imona bu anaqani kafeni mana bu Dunkinda, короче, mana bunaqa muzli ichimliklarni yaxshi ko'radi. Yangisi chiqdi, bu yerda olib beraman desam qolamadi. Oldin ham ichganidan olyapti. Hozir hozirgi bolalar qanaqa baxtli-ya. Biz oldin bironta ishni noto'g'ri qilsak, I know, kalta yerdik. Hozirgi bolalar qaysidir ishni yaxshi qilsa, rag'bat oladi, rag'batlantiriladi. Try. Is yummy? Yeah, try. Really? Try. Oh yeah. Yeah, you can try. Mana buni. It's a little sour, yeah? Yeah. We have sorry. But too much cold, Imona, be careful. Do you like it? Yeah, thank you. You're welcome. Let's go. Achkin taqqin quyosh mana bu taraf. Please hold. One second. It's cold. I can help you, kızım. Voy mashallah, jonim meni. O'rtoqlar, bugun yabichni ovqat tayyorlamoqchiman. O'shaning uchun ataylab qo'ziqorinlarni mana yuvdim, quritgan qo'yib qo'ydim. Tomyam degan supchik tayyorlayman va bu supga bizga nimalar kerak? Xullas, qo'ziqorin, cheri pomidor, qo'ziqorinni mana bunaqa varianti ham kichkinasidan, kokosovое молоко, lemongrass, bu spetsialniy mana shunaqa aziyatskiy ovqatlar uchun. Keyin losos balig'i, tomyam sho'rvamiz uchun spetsialniy o'zini pastasi, chesnok, krevetka uyda bor ekan. 2 ta lime, bittasini ovqatga solaman, bittasini ovqatda yasatgani. Piyozni mana shunaqa katta-katta to'g'raladi, piyoz. Xitoyliklarning do'konida mana shunaqa spetsialniy o'zlarini sho'rvaga soladigan ko'katlaridan, o'zimizni ko'katlardan ham bor berdi. Mana hozir shunaqa achchiqqina, ajoyib antiqa ovqat tayyorlayman. Bu yerda как раз bu sho'rvaga guruch solinadi, как bizni mastavamizga solgandek. Alohida qaynatib olish kerak. Guruch qaynatyapman, bu xonada qizlarim ham maza qilib yeydi. I promise I give you my. Oh,
Again. O senga tegishi mumkin, Yasya. Tishni olib kelib berasan, teraman. Everything. To'pchani olib kelib bersan ham o'ynaysan. To'pcha, ana to'pcha. Yasmina bilan ertalabdan tennis o'ynadik. Playgroundda o'ynadik. Keyin uyimizga yaqin joyga keldik. Men achchiqqina, issiqqina kofe oldim, maza qilib ko'chada toza havoda odamlarni, mashinalarni, o'tgan ketganlarni tomosha qilib kurasan yeb, kofe ichamiz. Yeb qizim, ocholmayapsanmi? Mana bu 7 Days'ga rosa zo'r kurasanlari. Ichida shokolad chiqadi-ki, ochib beraman, shoshma. Erta tongdan mana bu qiz bilan tennis o'ynagani keldik. Kecha singlisi bilan keldim, bugun Imona bilan keldim. Imonaxon. Like how? Yes. No, Imonaxon. Birinchi yerga urda, keyin devorga ur. Seni xotin, ana qara o'ynayapti. Good now. You almost dropped it. Was it hard? Voy, men 100 gacha qilishim mumkin. Mase o'ynay qolgin. Mana qanday zo'r o'ynaydi. Уже o'rganib ketganda u. Imona, men bu tarafda o'ynagin, xalaqit bermaysan. Anshaqa, yes. Chunki hozir bu ham o'ynasa, sen ham o'ynasang, xalaqit berasan. Davay, o'yna. Qaranglar, xitoylik qari boba raqsga tushyapti ertalab. Mana buni qaranglar. Bu ham yosh katta anaqa amaki ikkita qo'lida o'ynayapti. Mana bu kishi ham yosh katta. Xullas ertalabdan xitoyliklar mana shunaqa sport bilan shug'ullanishadi. Zo'ra.